Range Rover Evoque'dan esinglardami? Tuning House Dilshod ekanda bo'lardi. O'zlari olib kelib, o'zlari proyekt qilgan edilar. Ularga menimcha 50 ming dollardan oshiqga tushgan. Lekin bu mashinamiz ham egalariga 50 ming dollardan oshiqga tushgan. Range Rover Evoque 2014-yil ishlab chiqarilgan, 2017-yilda haydalgan. Ofitsial rasm-mushka bo'lganini hozir teng yarim narxga beraveramiz. 24700 dollarga Range Rover Evoque 2 litrli turbo motor bilan jihozlangan mashinani beraveramiz. Dirishkamiki ham boshqacha edi, lekin bu ham Toshkentda menimcha bitta. Rangi ham sochni, bu mashinani bosib yormasangiz bo'lmaydi. Bu mashinamizdan salon holatlari keladigan bo'lsa, salonlarda dilla xira qiladigan narsalar yo'q. Kojli salon bo'ladi, panorama lyuklari bo'ladi, 760 kameralari va yurgan masofasi juda ham kam. 64 ming kilometr masofani bosib o'tgan Range Rover Evoque 2 litrli turbo motor bilan jihozlangan, Mashinani qarang, mashinani doddasini xarid qilib olasiz. Aytolmani paytda 50 ming dollardan oshiqga tushgan Range Roverni mana hozir 24700 dollarga faqat Avtojek kanal obunachilar uchun beramiz. Mashina lekin menga yoqdi. Bemalol kelib turib, elektronikasi, keyin dokumentatsiyasi hammasini tekshirib ko'rib, mashinani xarid qilsangiz biz xursand bo'lamiz. Mashina o'zimiz turibdi, pastda promoy egalari nomerini qoldiramiz. Bosinglar, lekin narxiga 100% arziydi.